Yili sal teparoq, oylik to'lovi ham, boshlang'ich to'lovi ham yaxshi Matiz Base qidiruvchilar uchun boshlang'ich $550 bilan mana shu 2017-yil ishlab chiqarilgan Matiz Base'imiz halol nasiy savdoga berilayotgan ekan. Okalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'shingizdan chiqmasin. Okalar, ketdik. Obzor qilib beramiz okalar. LED faralar okalar. 3 ta 4 ta detalli kraskalar bor ekan. Egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi okalar. Faralarni ko'rdinglar, yaxshi holatda, balon holatlari ham juda ham yaxshi. Salon qismiga kiradigan bo'lsak, okalar, super. Faqat bez konditsionerli variant ekan akalar. Apishkalarni ko'rib turgan bo'lsangiz, yaxshi holatda bitta chexol taqib olish kerak. Lekin o'zinikini ham xudo xolasa plyus topgunizcha bemalol yurib tursangiz bo'ladi akalar. Xo'p. Shirin degan ko'ylak ekan akalar. Eshituvni ham gaplashib olsangiz bo'ladi. Puliklar yaxshi holatda o'zini ham qarovlari. Xo'p. Yurgan kilometrga kiradigan bo'lsa akalar, xudo xolasa 213,000 kilometr yurgan ekan. Mashinamiz mexanika ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma narsasi bor, yaxshi magnitofonlar ham taqib qo'yilgan ekan. Nima deysizlar? Hamda kolonkalari ham o'zgacha, lekin naryo tarafida ham bor ekan. Shunaqa joylarni ko'rsatib o'tib ketdik. Nima deysiz aka? Xudo xolasa. Orqalarini ham ko'rsatamiz mana. Mashina holati bomba akalar. Rostdan aytaman, zazorlari ham zo'r bo'lib turibdi akalar. Okalar, mashinamiz Toshkent shahar va Toshkent atrofiga beriladi. Kelib haydab ko'ring, inshaalloh yoqsa baraka qilsangiz bo'ladi aka. Boshiga $550 berasiz, oylik to'lov keladigan bo'lsa, shuni Telegram kanalimizga kirsanglar, batafsil yozib qo'ydim akalar. Xullas, Telegram nomerlarini qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa zo'r best qidirgan o'rtog'inglarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa akalar, joningiz sog' bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.